Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar, yaxshimisizlar? Barchangizga xayrli kun. Biz mana bir necha kun oldin bitta kichkinagina zinacha qo'yib ketgandik. Hozir bolalar silimat qilgani kelgandi. Qana bir ko'raylikchi. Qanday holatda chiqdi ekan. Bu hovlimiz mana shu Go'rbanisa tomonda bo'ldi, Samarqand viloyati. Voy, hormali, Umidjon, nima gaplar? Nima bo'ldi? Bitdimi, tugadimi? Ha, chiroyli chiqdimi? Gap yo'q, malades, qo'lingizda dard ko'rmasin. Xo'p, akalar, bu yerda zinamiz oldingi eski holati, mana bunday holatda edi, mana ko'rinib turibdi. Baqa chiqib ketgan holatda edi. Endi buni biz qisqartirib, mana shu tomonga o'ziga tushirib berdik. Mana hozir qisqacha qilib tanishtirib o'taman holatlarini bilan. Xo'p, mana taklari, tak qismlari mana. Tak qismlari mana, yon qismlari mana. 15 ga 30 holatda bo'lib tushdi zinapochamiz. Mana yon qismlari mana. Fonni shupurib tozalab qo'yibsizlar? Umidjon? Gap yo'q, mana holatlarni o'kalar mana. Stupenkalarimizni holatlari mana. Kimga qiziq bo'lsa mana aloqa chiqaverasizlar. Sifatiga kafolat. Mustahkamligiga ham kafolat mana okalar mana. Burchaklari mana pichoq deydi bu holatlari mana. Pichoq holatlari ham juda ideal holatda, nol holatda bo'lgan mana. Mana. Stupenkalari mana. Hop, mana okalar mana. Yon qismlari mana. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa okalar, aloqaga chiqaverasizlar, xizmatdamiz doimo. Like bosishni unutmang okalar. Shu xizmatlarga bittadan like bosib qo'yinglar.